Bu kirib kelganimizga biz shu yoshlikda endi nima deydi, butsi bo'lmaydi, uydagilarga qarab olib ber deb tura olmaysiz. Endi oilaviy sharoit og'ir bo'lsa, agar pozvolat qilmasa, men o'shanda kelganimda vartaga turganimda qo'lqop turganman-da, ko'rsangiz, borib trnovkalar qilib, keyin Trnovkadan bolalar bilan qaytardik. Shu Kadish va bozorlarda yurganimizda nima deydi, bozorchilarni perchatkasi bo'lardi, bitta pupirishkalar bor, kichkina mashina. Kartoshka, piyoz qop tashlaydigan. Shunaqa kiyib ko'rdim, qarasam, rezinkaga o'xshaydi, qarasam, qopda ushlaydi. Tushunyapsizmi? Keyin dedim, o'shanda esimda 25 so'mga olganman o'zim. 25 so'mga olganman, Trnovkalarga kiyardim. Keyin mendan keyin ikkinchi varataram bo'lardi, Ag'zam degan sinfdoshim. Bu ham keyin zo'r ekan deb keyin billa olib kiyganmiz. Shuni udar o'tardi. Undan ko'rsangiz tepganda qopdi. Ikkitasini kiyardim, bitta qilib ko'rsangiz. Ikkitasini keyin shu birinchi perchatkamni onamlar 6700 so'mga ham 6400 so'mga ham olib berganlar. Dvorets sotilgan. Qo'limga kichkina kelib qolgan, ko'rsangiz, qo'lim katta edi. Qo'llarim uzun edi, bolalar kulardi, qo'li uzun yo'q deb. Keyin shu birinchi o'yinga kiyganman. Esimda onam menga bir 50 tacha yubqa qilib berganlar, ko'rsangiz, bozorda uyalardim, deb sotishga ko'rsam, og'aylarim ko'rib qolmasin. Ertaga ular oldida qanaqa bosh ko'tarib Kadish bozor degan, Kadish bozor sotib yurardim deb. 50 tadan bitta donasi sotib kelgan onam rosa xursand bo'lganlar o'shanda. 50 tadan bittasi. 50 tada bitta donasini, qolganini o'zim yeganmiz uyda. Sota olmagansiz. Sota olmagan deb uyalib ko'rsangiz. 2018-yilga qadar O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sizga berilmagan va efirdan oldin gaplashganimizda ham aytib o'tdingiz-ku. Nimalar o'tgan? Shu 2018-yilga qadar shu yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatlari, xalqaro musobaqalar, o'sha klublar bilan yig'inlarga borish, bularning hammasidan voz kechishga to'g'ri kelgan. Qanchalik qiyin bo'ldi shu pasportga yetib kelgunga qadar? Endi buni nima deydi? Shunaqa alam bo'lasiz-da, nima deydi? Sbornilarga chaqiriladi, уже kandidat ko'radi trenerlar, "O, davay chaqir" deydi, "Ke" deganda bunaqa pasport problema deganda shuni qolib ketasiz-da. Bu joylarga chiqsangiz ham posolstvoga borib viza olasiz. Viza olganingizdan keyin ular ko'rib nima bu deydi. Pasport ko'rib nimaligini tushunmaydi ular, ko'rsangiz. Ayniqsa Turkiyaga sborga chiqsa, bolalar 2 minut o'tib ketsa, bizani 10-15 minut ushlab qolardi, ko'rsangiz. Orqadagilar bo'l deb kattalar gapirib qilishardi, shunaqa ishingiz achishadi, ko'rsangiz. Mana Allohga shukr, O'zbekiston fuqarosini ham oldik. Allohga shukr. Mashalga borganimda ham Sanjar Quvvatovga rosa havas qilardim-da. Shu darajagacha yetib, shunaqa inson bo'lib, Olimpiskada turardi, sbornilarga chaqirardi, rosa havas qilardim. Ularga sborni kiyimlar esingizda bo'lsa, Puma berilardi ularga. Puma perchatkalar kiyib kelganda rosa havas qilardim. Perchatkalarni stirkada borardim. Stirka kelib turlardi, stirka olardim, Pumalarni kiyib havas qilardim. Mana kiyarkanman mana shunaqa bilan sborni narsasini. O'sha paytda fuqaroligingiz yo'q, shunaqa formani kiyishga zor bo'lar ekansiz-da, terma jamoasini kiyishga niyat qilar ekansiz-da, ko'rsangiz. Alhamdulillah mana kiyib sharafini himoya qilamiz, Allohga shukr.